Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Jumagul MFyi eski nomi Egizovul deb ataladi. Toshkent shahariga 64 km, Food Cityga adashmasam 70 km. Mana shu joyda 9 sotix xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hozirgi kunda bu xonadonimizga 30 ming AQSh dollari so'rab turibdi. Yana ozgina kelishadigan joyi bor. Ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, svet, suv bor. Mana tuman markaziga 2 km. Jiloy ko'cha. Mana eng qizig'i mana bu yuzi oldida mana shunaqa qilib suv oqib turadi. Qishda o'chadi, lekin bu suv jani qishin yozini to'xtamaydi deb olmaymiz, kuzgacha oqadi. Bemalol yoz chillasida ham foydalansangiz bo'ladi, mana oqib turadi. Xonadonimizda 4 ta yashash xonasi bor. Kirib bemalol yashaydigan holatda. Mana hovli qismi. Ba'zi bir joylarini ta'mirlash kerak. To'liq ta'mirlanmagan, lekin ichidagi xonalari hammasi ta'mirlangan holatda. Bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. Svetlarni yoqamiz. Mana xonalari yaxshi holatda. Mana yana bitta xonasi. Mana bu tomonda yana bitta xonasi. Mana bu yoqda bu oshxonasi zo'r holatda turibdi. Bemalol kelib yashaysiz. Endi to'g'ri ust tomonida ozgina ta'mirtalab joylari bor. Unaqa qo'rqinchli emas. Kadastr dokumentlari, hujjatlari joyida. Bu yoqda ikkita xona. Men adashmasam yozgi oshxona bo'ladi. Bu yoq esa hammom ham kotelniy bo'lsa kerak. Mana kotelniylari ham bor. Mana dushovoy. Mana bu yerda bitta xonasi. Endi nima bo'ladi? Qo'shnilar bilan chegara qismi, hojatxonasi. Mana bu o'zi aslida bitta xonadon bo'lgan, umumiy hammasi bo'lingan. Hammasi qonuniy. Chegara qismi mana shu shlakoblokdan to'g'ri ketgan. Endi biz har doim aytamiz, 1000 marta eshitgan bilan joyida kelib ko'rganingiz yaxshi. Chunki videoda ham hamma narsani to'liq ko'rsatilmaydi. Ko'rsatiladi, tushunarsiz bo'lib qoladi. Mana. O oxiri shu teraklardan. Bu itni bezuk rejimi ishlamas ekan, pasaymas ekan. Ani ko'rib turgan joyingiz, endi telefonda uzoq bo'lib turibdi. Mana shu yerda maktab, bog'cha mana turibdi, yaqin. Bu yoqlar o'sha dala. Mana shu xonadonimiz, uyda olti suv oqib turadi. 4 ta yashash xonasi bor. Ishlari holati ko'rindi, zo'r. Kelib turib, bemalol shu yerda savdo qilib, xudo xolasa shu xonadonning egasi bo'ling. 30 ming AQSh dollari so'rab turibdi. Yana ozgina sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yomon itga o'xshab baqirar ekan mana shu.